Assalomu alaykum. Tezkor xabar va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. O'zgidromet 23-26 mayga ob-havo prognozi bilan tanishtirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26 mayda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Buxoro, Navoiy viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25-26 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25-26 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. 23 mayda ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 25-26 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 mayda yomg'ir yog'adi. 24 mayda ayrim joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-25 mayda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 23-24 mayda ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda esa do'l yog'ishi ham mumkin, deyiladi O'zgidromet xabarida.